Tish og'riqi og'riq emas, tish og'riqi odam o'lmas deydigan gap bor tuqqanlar. Odatga tish og'riqini tish doktorxonalarga berib tekshirib olsanglar bu bugun miyada man jiddiy bir gap to'g'riliq to'xtalib o'tay. Mush yurak muskul tiqilmasininki ba'zi alomatlar tish og'riqi bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Anda bo'lsa bu yurak muskul tiqilmasi og'rigan vaqtida qanday o'tadi desanglar, ko'p qismininki mushu yurak oldi tarafi nihoyat qattiq, mujuk, binas pichoq tiqqanday sanjilib og'riydi. Ba'zilarininki bo'lsa yurak oldi tarafi og'rimaydi bemorda, oshqozon o't tarafi og'riydi. Oshqozon o't dorisi yesimi bemorning o'zida yaxshilanish alomati ko'rmaydi. Balkim sizda yurak muskul tiqilmasida jiddiy qo'zilayotgan dastlabki badaningizga bergan signali bo'lishi mumkin. Yana bir ish, mushu odatda tishi og'rimaydigan, lekin tuyuqsiz tishi og'rib ketib, bemor o'zining qaysi tishining og'riganligini ko'rsatib bermagan bo'lsa, buma yurak muskul tiqilmasiniki oldingi bishorati bo'lishi mumkin. Tuqqanlar buni qat'iy sal qarmanglar. Mushu tish og'riqida agar o'zingning tishidagi normal og'riq bo'lgan bo'lsa, qaysi tishning ostin ustin na ekanligini bemor doktorga deb beradi. Lekin yurak muskul tiqilmasidan kelib chiqqan, yurak muskul tiqilmasining oldingi bishorati bo'lgan tish og'riqida bemor tishning og'riqanligini shikoyat qildi, lekin qaysi tishning og'riqanligini deb bermaydi. Bu dal yurak muskul tiqilmasininki dastlabki alomati. Darhol doktorxonaga berib, umumyuzlik tekshirtib, do'stma qilishingizni umid qilaman. Rahmat. Men her kuni noche tibobat o'limini so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anju qilib anglar. Yurak bip qanglar. Fikr taklif qilgan bo'lsa, yozib qanglar. Ko'rishilamiz.